bonus. Yo 200 mingga bundan non pov olaymi deyman-da. 200 ga bonus deymisan. Ha, bonusmi? Akalar, ukalar, mehribonlar, sizlarga chiqargan bu videoyimni meni ko'rmagan u bo'lsanglar yoki ko'rgan bo'lsanglar, tushunmagan bo'lsanglar, netgan bo'lsanglar, o'sha narsani to'liq tushuntirib bermoqchiman. O'sha video o'zi aslida nima uchun qo'yildi? U video imенно o'sha cheklarni yo'q qilish maqsadida qo'yilgan. Lekin u joyda gapimga qo'shimcha qilib turib, kommentda bu sezon to'p bo'la oladi, chunki hamkorlik qilib bo'lingan degan gapimga haqiqatimga ko't achishib ketib qolibdi, netib qolibdi. Lekin bu narsa haqiqatda bor narsa. Misol men tan olaman u tashkilotlarga pul berganimni, u tashlar bilan hamkorlik qilganimni. U ham tan olib qo'ysa bo'laveradigan narsa o'zi aslida. Lekin tan olib qo'ysa nima bo'ladi? Bo'lmaydi. Xullas akalar, ukalar, men u joyda birinchi navbatda o'sha chet tillarni yo'q qilish maqsadi bo'lgan u yerda. Fikr xayolimda mening ham shunaqa bo'lgan. Yoki meni uni yomonlash yoki buni yomonlash emas. Shu joyda meni masjid tillar usoqa qilishyapti, pul qilishyapti, ma'lum bir miqdorda pul berishyapti bularga. Kerak bo'lsa o'tgan sezon men ham pul berdim bularga. U tashaqangi narsalarni yo'q qilish maqsadida video qilganman-da. Lekin ayrim bir qo'shtirnoqning ichidagi negativlar, boshqalar u narsani tushunmabdi, aytmabdi. Sizlarga mana shu gap. Ekaga itakda bugun sezon kirib turib, nikti ko'rdingmi deyotgan jigarlar, da ko'rdim. Bu imina shu nafaqat O'zbekistonda, boshqa davlatda bitta Ali men emasman-da. Bo'ldi, hamma Alilarga gapirilyapti bu narsa. Hamma Alilar. Undan tashqari esa imina mana shu ismni ma'nosini bilib olish kerak o'zi aslida. Ismni ma'nosini bilib olish kerak. To'xtab tur, men bunaqa deb qo'yapman deb turib. Birinchi navbatda mana fikrlash, mana mening enasi anchalik yosh bolani mening enasiligini bilib qo'yarsizlar bu joyda. Nima deb qo'yadi nikti, boshqa deb qo'yadi. Menga nihoya qizig'i yo'q. Umuman qizig'i yo'q-da. Menga u gapirsa men unaqa o'qib qolmayman. Bu narsani pregrasiya yaxshi bilasizlar. Lekin haqiqatda bu yerda shundoqqina o'tash ommaga chiqib qo'yganimga u bola tan ololmasdan, boshqa qila olmasdan qilyaptimi? Sizlarda ham pul. Chettillar har qanaqasiga pul qiladi. Abror va alaykum assalom, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Abdushur Ahmaddan aytishun. Ali aka tug'ilgan kuningiz bilan. Hurmatdasiz aka adushi. Chettillar har qanaqasiga pul qiladi akalar, ukalar. Men sizlarda serverlarni o'zgartiringlar. Men o'tashi VPN orqali kiringlar. Men yoki boshqa narsa orqali kiringlar. Lekin u narsani meni boshimdan o'tdi-yu bu narsa. Polni. Kerak bo'lsa o'tash chet eldan bitta odamni chaqirib turib, komandiyalarda sherik bo'lgan sifatda o'ynatinglar. Bu chettillar sizlarga qayta tushaveradi. Men sizlarda o'tash VPN yoqasizlarmi yoki o'tash VPN'larni chet el qilasizlarmi? Farqi yo'q bu narsa. Bu narsa arablarda hamma narsa ko'rinib turadigan narsa. Etakda yana bir narsani ta'kidlab o'taman. Top 1ga chiqqandan so'ng kommentdagi umuman chettillar o'ynamaydi. Yana u gapirib o'tyapti. Bizga chettillar o'ynagan, lekin biz chiqarmaganmiz. Oddiygina bitta akkauntini 85 martalab video qilishni biladi, boshqa qiladi, tayyor kontentni chiqarmaydimi? Qaysi jini chiqarmaydi iminda. O'zinglar o'ylaylar-chi? O'zinglar fikrlab qo'yinglar-chi? Men bu joyda prekrasni tan olaman, tan olib gapiraman, kerak bo'lsa sizlarga bu narsani ko'rsatib ham beraman. $200 miqdorda pularga men pul to'laganimni. $200 shularga pul to'ladimda, lekin bular gapida turmadi. Ya'ni u gapiga desva qilishgan yo'q bu joyda. Keyin gapiga desva qilishgan yo'qda. Bir hafta tek qo'yishdi. Bir hafta mana $200 buni shotiga pul tushirib berdim men. $200 buni bu shotiga pul tushirib berganimdan so'ng har bitta misol deyapti, boshqa turkda deyapti, srazi minusga qilish uchun qanaqa bo'ladi desam, har bitta minus qilishi misol 1 minus $200 bo'ladi dedi. Yoki senga o'tashi videosini tashlab beradigan bo'lsam $15 bo'ladi dedi. Bir narsani juda ham yaxshi fikrlaylar, bular o'tashi o'zbek emas yoki rus emas yoki turk emas. Bular chista arablar.
Arablar bizni tanimaydi, ko'rmaydi, bilmaydi. Bizda pul borligini biladi. Bizda imенно o'ta sezonga kirib turib o'ynashimizni biladi. Lekin bularning maqsadi pul. Mana $200 pul to'lov qilganimdan so'ng pending, ya'ni to'loving keldi dedi-da, keyin men mana bunaqangi stikkerimni tashladim. Keyin havfun bemalol o'ynashing mumkin dedi. Bemalol o'ynashing mumkin degandan keyin bir hafta o'tgandan so'ng bu Telegram'ini delete account qilib delete account qilib yuborib turib, ikkinchi Telegram'ini ochdi. Ikkinchi Telegram'ini ochib turib, o'sha joyda gaplashish turdi, boshqa bo'ldi. Lekin bir hafta o'tganidan so'ng imенно bu chittillar yana menga qarshi o'ynashni boshlashdi. Yana menga qarshi o'ynashni boshlashgandan keyin men обязательно katta video qilib turib chiqarishga majbur bo'ldim. Nimaga? Sizlar ko'rishinglar uchun. Sizlar bilishinglar uchun. Nimaga men imенно sezonda, ya'ni Ultimate'da rang ko'tarishni tashlab qo'yganimga. Bu sezonga, bu PUBG Mobile'ga kirib kelganimga 8 yil bo'lyapti. 8 yil bo'layotgan bo'lsa, mana shu 4 yil, 5 yil ichida reyting ko'targanmiz. Misol, 5 ta turamanmi, 3 ta turamanmi, top 2 ta turamanmi, top 1 ta turamanmi, hech kim menga rahmat aytib qo'ymaydi. Bu joyda birinchi navbatda O'zbekiston bayrog'i bu yerda. Birinchi navbat, hech qachon shu narsani esingizdan chiqarib qo'ymanglar. Yoki srazi bitta akkaunt, misol 99 kolleksiyali akkaunt, juda ham yaxshi bilasizlar, eng topoviy akkaunt, oldiy akkaunt. 150 martalab video qilib chiqarmayman bu narsani. Ya'ni menda bu narsa bor, menda u narsa bor deb turib chiqarmayman. Sizlar yaxshilab bir narsani o'ylab olinglar-da, kuni kecha sizlarga to'liqroq gapirib beraman. O xohlasanglar bu gapimni zapis qilib olinglar, xohlasanglar boshqa qilinglar. Lekin mana 330 ta odam ko'rib turibdimi, men отдельный videosini ishlab chiqaman. Netaman, sizlarga taqdim etaman, sizlarga ko'rsataman hamma narsani. Jas aziz hozir 1 minut uka. Bo'ptimi? 1 minut. Ha, yoki xohlasanglar sanib o'ynab chiqinglar, soобщение yozaman. Aziz? Ya, shetamiz. Sutamiz aka, sutamiz, men Telegramda aylanib turaman. Keyin undan tashqari akalar, oddiygina bitta misol qilib aytaman. 99 kolleksiya akkaunt sotib oldim, 99 kolleksiya akkaunt meniki deb. Oddiygina bitta odamdan arendaga sotib olgan akkauntini boshqa insonlarga maqtanildi. To'g'rimi yoki noto'g'rimi? Bu narsani ham prekrasno yaxshi bilasizlar. Juda ham yaxshi bilasizlar bu narsani. 150 martalab video qilgan. Oddiygina bitta akkauntni 150 martalab video qilgan. Biz unaqa video qilmaymiz. Bizlarda bilgan biladi, bilmagan esa o'zi biladi deymiz. Bizni imенно mamna nikimizni qo'yib olib turib yoki bizani ismimizni Ali degan ismni ma'nosini bilmaydigan insonlar bilan biz tortishib o'tirmaymiz. Ataklarga bir narsani juda ham yaxshi, prekrasno yaxshi bilib olinglar. Bu joyda imенно erkiga o'xshab turib, tagida tashag'i bor. Qo'tag'i bor inson, qo'pol qilib gapirganda, qo'tag'i bor inson tan oladi. Ha, men ularga pul berdim, men bular bilan kelishuv qildim deb. Olam Guliston bu yerda bu narsani prekrasno yaxshi bilaman men. Juda yaxshi bilaman. Menga gapirish shart emas, boshqa insonlarga-da. Ataklarga bundan oldingi sezonda men imенно reyting ko'targan paytimizda bular bizdan pastda turishgandi. Bular bizga yetisha olmagan edi. 500-600 ochko farqlarimiz bor edi o'rtada. Qani o'sha payt bunaqa o'ynashdi. O'sha paytda ham asha Real o'ynagan, Patsan o'ynagan edi. Lekin hozirchi, misol ertaga misol yangi sezonda ham men rang ko'taradigan bo'lsam, shu narsani esingizdan chiqarmanglar. Rang ko'taradigan bo'lsam, chittillar yana menga qarshi o'ynashadi. Nimagaki pul talab qilish uchun, pul olish uchun. Birinchi maqsadi pul olish uchun. Bularni tagizotini quritish kerak. Shularga indamasanglar, boshqa qilmaysanglar, o'tib ketaveradi. Har qanaqangi holatda liboy o'yinni to'g'ri tan olib bilish kerak, chit bo'lish kerak. Lekin Ultimate Royale'da birinchida koronadan pasi o'yna olmasdi. Koronada bo'lsangiz, koronaga chiqqan bo'lsangiz o'yna olardingiz.
Imminda Ultimate Royale. Lekin hozirgi paytda unaqa emas. Kimdirlar platina bo'lsa ham o'ynab ketaveradi. Kimdirlar bitta zolota bo'lsa ham o'ynab ketaveradi. Ultimate Royale shunaqa qilib o'rgan hozirgi paytda juda ham ko'pchilik o'ynashlik uchun. Agarda mana shu narsani Imminda men PUBG Mobile bilan gaplashyapman, aytyapman. Yoki eng kamida asga chiqqan odamlar o'ynaydigan qilib qo'ysa bu narsani chet tillar tozalanadi. Qanaqa qilib tozalanadi bu yerda deydigan bo'lsanglar, Imminda birinchi navbatda qanaqa qilib tozalanadi. Chet tillar bitta akkauntni ban etsa, ikkinchi akkauntini sotib oladi. Ikkinchi akkauntini shart sotib oladi. Qanaqa bo'ladi ikkinchi akkaunt? Ikkinchi akkauntni ham ban oldi. Hozirgi paytda koronadan asga o'tish uchun Imminda o'tashdan missiya bajarish kerak, to'g'rimi? Ashaqa missiyalar qilib o'tirishmaydi. Boshlarini ortib o'tishmaydi. Balki shaqasiga chiqqanini ham sotib olishadi. Lekin bizlarda gapimizni, netimizni PUBG Mobile eshitsa, netsa mana shu narsani koronadan qilib qo'yadi. Ertaga boshqa insonlar rang ko'tarishi mumkin. Nafaqat O'zbekistonliklar, nafaqat Turkiyaliklar, nafaqat Tojikistonliklar, boshqa davlatliklar ham. Ertaga mana shu chet tillarga tagiga suv quyishimiz kerak. Qachongacha pul beramiz? Xo'p, pul berarmiz, yetarmiz. U yoki yangi sezonga mena ma deb turib pul berarmi? Qachongacha? 2000 dollar, 3000 dollarda undan ko'ra tagli shartda o'tashda tagi bor narsaga ishlatsam yaxshi emasmi? O'zimga nisbatan. Sezonga 2 oy turarman. 2 oy turishimga 2000 dollar, 1500 dollar, 3000 dollar pul to'lashingiz jinnilik prosta. Prosta jinnilik. Hattoki Turkdan video qilib chiqdi. Bu narsani ham sizlarga ko'rsatib beraman. Video qilib ishlab chiqqanimda Turkdan 3000 dollar pul so'ragan, 3800 dollar pul so'ragan. Qanday qilib turib o'ylashlari mumkin 3800 dollarni top 1 uchun berishlaydi. Prosta bu yerda jinnilik. Prosta bu yerda jinnilik. Ataklarga bir narsani esimizdan chiqarmaylik. Hech kimga meni adovatim yo'q bu joyda. Adovatim ham bo'lmagan. Meni gapim bu yerda. Kommentda bu sezon top 1 bo'ldi. Hech kim qarshilik bildira olmaydi. Da chet tillar bilan kelishib qo'ygan. Misol top 1ga mana bu turk Imminda o'ynamay qo'ydi, to'g'rimi? Turk o'ynamay qo'ydi. Pastdagi esa 9702 ochko bo'lib qoldi. 1200 ochko to'plasa misol top 1ga chiqadi. Top 1ga chiqqan holatiga mana bu o'yinchiga o'ynaydi chet tillar. Top 1dagi odamni tushirib yorishadi. Top 1dagi odamni tushirib yoradi-da, yana mana bu top 1da bo'ladi. Xolos bu yerda. O'shaning uchun pul to'laysizlar. O'shaning uchun va sizlar bilan birgalikda chet tillar tushmasligini ular ta'minlab beradi. Bu yerda shunaqa narsa xolos. Bu yerda Imminda shunaqa narsa. Bu narsalarda PUBG Mobile o'zi pullamoqda. Lekin pullaganga yarasha o'sha narsani shartda yoki koronadan qilib qo'yish kerak yoki o'sha aslan qilib qo'yish kerak. O'shandagina bularning gapi kesiladi. Keyin yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Shuncha sezondan beri misol sizlarga bizlarning akkauntimiz bo'ladigan bo'lsa, o'tgan sezon qiladigan bo'lsa, men o'ynamay qo'yuvdim. KD'imiz necha edi o'tgan sezonni o'zida? O'tgan sezonni o'zida KD'imiz 10 dan ziyod edi. 11 miki, 11,5 miki shunaqa KD edi. Imminda 982 KD va 710 KD. Bizda PUBG Mobile'da tashashda o'ynavar. U ya'ni soat 6 bo'ldimi? Kechki soat 6 bo'ldi. PUBG'ga kirishimiz kerak. Komanda yo'q, prekrasni yaxshi bilasizlar. Jasur, men va yonimizga bitta odamni qo'shib olardik bo'ldi. Bu yerga oshiqcha odam bilan o'ynamadik biz. Umuman. Imminda men masha akkauntimga boshqa odamlarni o'tashib o'ynatkizgan bo'lsam, boshqa serverda o'ynayverishdi. Ya'ni boshqa davlatdagilar pulini to'ladimi bu narsani? Yoki misol kometa ham pul to'laydi, kometani o'zi o'ynamaydi bu yerda. Eng avvalambor kometani o'zi 15 soat, 16 soat vaqt ajratmaydi bu narsaga. Kometani o'zi o'ynamaydi, bolalar o'ynaydi. Bolalarga pul to'lamaydi deysizlar. Pul to'laydi, prekrasna pul to'laydi. Bu narsalarni juda ham yaxshi bilasizlar. Men ham shunaqangi holatda boshqa davlatliklarga o'ynatkizdim. Imminda. Lekin yana yangi sezonga o'ynashasan desam, gapimni ikki qilmasdan o'sha insonlar o'ynashda boshlashadi. Lekin gapimga deysiva beraman, chet tillar yo'q bo'ladigan bo'lsa, bu insonlar bizdan pastda turadi.
kuni kecha chiqib olib turib, misol 1000 qo'lida 20 pingga tushgan holatda ham biz esa 70 ping, 80 ping, 100 pingga tushgan holatimizda ham bulardan tepada turamiz. Men bu narsaga aqlim yetadi. Bemalol. Turkam o'yinni tashlab yubordi. Nimaga o'yinni tashlab yubordi? Chitillar bezdirib yuboradi. Shu chekadan sapsheni kelaveradi. Uqtashi chitillarda SMS kelaveradi. Ting qilib. Bu joyda qanaqadir ham muhtash mexanizm borki, qanaqadir ham programma borki, sizlarda shaxsiy bo'lgan o'zingizlarda ID'larni bu joyga kiritib qo'yishadi bular. Kiritib qo'yishgan holatiga bular sizlarni ko'rishadi. Chitillar sizlarni ko'rishadi. Misol, shu joyda padborda nechtalik bo'lib turibdi mana. U to'g'rimi? Endi men sizlarga o'sha chitil menga yozgan gapini ko'rsataman. Kimdirlar o'tash inglizchani biladi, kimdirlar esa bilmaydi. Bu joyda menga mana bunaqa narsa tashagan. Ya'ni o'tash padborda 3 kishilik bo'lib turganimda. 3 kishilik bo'lib turganimda keyin men bunga yozganman. Qanday qilib turib deganman. Keyin senga o'tasha hamyonimni beraman, boshqa qilaman degan. Keyin shu joyda men start bosganman. Ya'ni tayyorman deb turib o'tash o'yinga boshlashda bosganman. Bosganimda bu menga yozgan. No start bro deb. Bularda ko'rinadi bu narsa. Keyin padborimda 4 talik turganman. Ya'ni 4 ga 4. O'zingizlar ko'rib turibsizlar. Mana bunaqa bo'lib turib ko'rinadi. TM squad 4 ga 4. Undan oldin esa mana padborda 3 kishilik turibsizmi? 3 kishilik turganingiz ham ko'rinadi. TDM o'ynayapsizmi? TDM o'ynaganingiz ham ko'rinadi. Sanuk o'ynayapsizmi? Sanuk o'ynaganingiz ham ko'rinadi. Qaysi kartaga tushsangiz, qaysi serverga tushsangiz bularda ko'rinadi. Va men mana bu menga o'tasha Discord degan narsasini tashagan, screenshotini tashagan, nechta odam bu yerda turibdi, chitillar ya'ni. Bu yerda turgan hammasi chitil. Bu joyda hammasi chitil, kuzatishadi mashlar. Eminman. Kuzatib turib mashlar hammasi pul olishadi. Lekin bular kompyuterda o'ynashadi. Обязательно bu yerda chipda kompyuterda o'ynashadi. Va shu joyda mendan o'tash pul talab qilgan, boshqa qilgan, har qanaqasiga keyin mana seni odamingmi deganman. Ha degan keyin bu joyda torpedoni ham tashadi. Shu joyda torpedoni otgani. Torpedoga ham minuslikka tushgan bu yerda. Lekin torpedo nima uchun top 1da turgan degan savolinglarga akalar-ukalar. Torpedoni ham mashaqangi odami bo'lgan. Ya'ni bu bilan birgalikda tushadi-da, bu bilan distansiyada bo'ladi. Distansiyada turgan holatda buni kuzatishadi. Shunaqangi holatda torpedoni misol bular 4 ta 5 ta odam bo'lib turib Discordda gaplashsa bular torpedoni 400 ta 500 ta odam bo'lib turib Discordda gaplashishgan. 400 ta 500 ta odam. Torpedo bitta timid qilganlar yorvorgan. Lekin unaqangi odam bo'lmagan. Chillavorgan, mana degan insonlar torpedoga teng kela olmagan. Haqiqiy o'tash rang ko'taradigan odam. Keyin tepada yana sizlarga bir narsani ko'rsatib o'taman, iminda. Sen menga pul to'laganingdan keyin har qanaqasiga seni tek qo'yamiz degan. Keyin undan tashqari topda turdi, u nariga o'tashadi. Kim edi? Uniki boshqa davlatdan jigarlar, Afg'oniston topda turdi. Topda turgan holatiga bunga mana akalar menga videosini tashlagan. Emin ash odam menga chitillar tushyapti deb. Top 1da kim turgan bo'lsa pastga tushirishgan bular. Keyin top 1da kim oldi? O'tgan sezon kim oldi deb turib so'raydigan bo'lsanglar, bu yerda pul to'lan bo'lgan ekan. Bizdan oldin bu joyda pul to'lan bo'lgan, kim to'lagan? Hozir sizlarga ko'rsataman. Bu durzasida mana shu odam top 1da tugatdi bundan oldingi sezonda. Bundan oldingi sezonda mana shu odam pul to'lab bo'lgan ekan bularga. Eminman. Mana shu odam 5400 ochkolikda har qanaqangi holatda tushgan. Ekiga shu pashenkida biz o'tash yurganimizni, boshqamizni bu joyda ko'rishingiz mumkin. Hamma narsa screenshotini ham, rasmini ham, boshqasini ham tashadi. Keyin boradi dedimda $200 shartta bosh ko'zimdan sadaqa dedimda $200 miqdorida bularga pul to'ladim. Pul to'laganimdan keyin bir hafta chista, bir hafta tegishmagandan keyin boshqa Telegramda hozir men sizlarga topib beraman. Boshqa Telegramdan bular BHP
Eng qizig'i akalar ukalar yozishmani o'chirib yuboribdi. Eng qizig'i akalar ukalar yozishmamizni o'chirib yuboribdi. Mana shu cheater bo'ladi. Mana. Mana shu imina cheater bo'ladi. Mana shu yozishmamizni o'chirib yuboribdi darajaga. Lekin bu joyda men Turkka tashlagan skrinshotlarim bor. Hozir endi bu narsani sizlarga ko'rsataman. Turkka men skrinshot qilib olganman. Mana. Bu joyda men skrinshot qilib olganman. Sizlarga endi bu narsani qanday qilib ko'rsatsam bo'ladi? Ya'ni ular menga hamkorlikda taklif qilishdi, o'ta sezon boshida hamkorlikda taklif qilishganda men bularga ko'nmadim. Men bularga rozi bo'lmadim. Nimaga rozi bo'lmadim? Bundan oldingi sezonda men bularga pul to'lov qilganimda bular gapida turishgani yo'q. Mana. Iminda ko'rishingiz mumkin. Bir kun qoldi bro. Keyin menga qiziq emas, boshqa emas degandan keyin sen bilan kelishimiz mumkin. Qanaqa qilib seni yana o'tash e'tiboringni o'tash qozonsam bo'ladi, ya'ni seni ishonchingga kirsam bo'ladi deb turib gapirdi. Lekin yangi sezonga sen top 1da turasan, hech kim senga qarshilik bildira olmaydi dedi. Buni hammasini men skrinshot qilib olganman. Keyin men bunga gapirganman, nima deganman? $200 pulimni qaytarasan, sen bilan hamkorlikni boshlayman dedim. Hozir yana bitta skrinshot sizlarga ko'rsataman. Mana. Men bu yerda gapirganman, $200 pulimni qaytarib berasan, $200 pulimni qaytarganingdan keyin boshqatdan sen bilan kelishamiz dedim. Lekin yangi sezonga har qanaqasi hech kim senga qarshilik bildira olmaydi, senga qarshilik chiqolmaydi deb turib gapirgandan men bunga ishonmadim. Chunki bir marta bu odam chich bo'ldi. Bir marta chich bo'lgandan keyin bunga nisbatan ishonch bildirmayman. Men pulga bo'ladimi, boshqaga bo'ladimi? Gapimga eshitib olinglar, gapimga disva qilaman. Yangi sezonni o'zida sirazi top 1da turaman men akalar. Sirazi top 1da turganimdan keyin bir haftaga qolmasdan chittillar yana menga o'ynashni boshlaydi. Prosta asab ketadi. Asab buzilgan jinni bo'lasizlar. Hattoki Turkam o'yini nima tashlab yubordi? Ertamanda, ya'ni ertamanda emas, soat 6 dan soat 6 gacha o'ynaysizlar yoki 7 gacha o'ynaysizlar. Iminni o'tash boshqa serverda ham o'ynasanglar. Asabiylar buzilib bo'ladi. Avval o'zingizlar ko'tinglarni ko'tarib turib, misol soat 6 da kirib, ertalabki 4 gacha o'ynanglar har kuni 2 oy. Imini masha xuddash ultimate ochilganda soat 6 da kirib, ertalabki 4 gacha o'ynab ko'ringlar. Keyin top 1da turib ko'ringlar. Top 1da turganinglarda mana shunday holatga tushib ko'ringlar. Tushib ko'rganinglardan keyin men sizlarga nima deb gapiryapman, nima demoqchiman sizlarga, o'shandagina meni gapimni tushuna bilasizlar. Hech qachon shu narsani esingizdan chiqarmanglar. Yana qaytarib o'taman, nikimni qo'ygani menga nikakda qiziq emas. Meni nikimni qo'ygani, ya'ni u nikim emas, meni shaxsiy bo'lgan o'tash ismim. Chatda nechta Ali bor? Chatda nechta Ali bor? Chatda nechta Ali bor? Bitta menman Ali. Mana shu iminni dunyoga kelib qolgan o'tash O'zbekistonda Ali menman. Ali vobshe ko'p. Ali vobshe ko'p. Gapni ochig'ini aytaman, Ali vobshe ko'p.